take your place, I give you the best of me. Sing to me your desires and teach me how to be. Beautiful melody, this is who I know you to be. You are the pure and holy one singing over me.
Xayriyatlar, muhtaram xonimlar va janoblar, shahrimizning aziz mehmonlari. Kimdirlik ila sog'ingan lahzalarimiz yetib kelayotganlarga muvofiq oqshomning qahramonlari, qiroli va qirolichasi bulxonamiz huzurida tashrif buyurdilar. Kelinglar, ularni munosib ravishda o'z o'rnimizda turgan holda yuzimizda yoqimli tabassum bilan gulrosli, davomli olqishlar sadosi ostida qarshi olamiz.
muxlislik va jona xush kelibsiz. Muhabbatingiz tantanilgan farxbaxt oqshomingiz muborak bo'lsin. Farxbat o'shoqsangizga taklif qilamiz. O'zbekistonda an'analari go'zallari, eng urf-odatlari go'zallar, yarashli to'ylar go'zallar. Hurmatli xonimlar va ayollar, aziz mehmonlar, kelgan o'zbek xalqlarining urf-odatlariga sodiq qolgan xonlar bugungi prezident oqshomimizda yoshlar klub insonlarimizga yuzlariga rahmat, rahmatga salom qilib, Allohimizga shoirimiz chiroyli duolarni va aka kamera bor. Je vais faire un extrait quand je cherche la sabbat. Ça, ça, بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يا رب الأنبياء المنبر مبارك الله صوابا مشكلة أنبياء مجانا تنزل يكون خلال صحيح الله وعظيم عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله وكان رسول الله وبارك على صحابه خاصة صلى الله عليه وسلم وعلى قصد وعلى صلاة أهل بيت الأزواج فقال إخوة المؤمنين كما لم يكن وأمه إلى رسول الله وكان رسول الله الكرام والكرام الفاسدين وإحياش تسبيح رجل أولى النوبة الذي الذي أفتشر بارك الفاسدين إكرام محمد الذي محمد Firmanlardan baxtli saodatli Olim sallallohu alayhi vasallam Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam va Xadija al-Kubra radhiyallohu anha olalari singari Ali Murtazo Fatima Zahra singari baxtli saodatli bo'lmoqni Alloh nasib aylagan. Parvardigor olam bilan onalarini quvonch bilan kelinni qarshi oldilar. Bu xonadonga bugun go'zal bir marosim, valima marosimi, nikoh to'yi. Bu nikoh to'yi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bizga sunnat. Parvardigor olam bu to'yni bular uchun sharafli, barakotli aylasin. Allohim ikki yoshli Alloh baxtli, saodatli umrlarga baraka, rizqlarga keyingi oilab, bu xonadonni fayzini kelin bola singlimiz bor, bu qadam aylab, yana fayzga fayz qo'yish ziyoda bo'lmoqni nasib etgin. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Abi numarada Telegram'dan neyse tozmaya taştık. Olmaz
Yangi yoshlar uchun ish qasidasi dillarni yangratsin to'y nashidasi bugun yoshlik to'yi misol chog'idir azizlikka yarashgan marjonasi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizni e'tirof etilgan nurli chehralar, bugungi fayzli koshonamizga qadam ranjida qilgan aziz onaxonlar, otaxonlar, yor birodarlar, qarindoshlar, hammangizga xush kelibsizlar deymiz. Albatta to'y sohibi va sohibalar nomidan yetib kelgan qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Bugun bejiz barcha qadrdonlar, peshaqarolar mazkur to'yxonada jam bo'lishadi. Zeroki ularni ko'paytirib suyukli vayz bo'lgan insonlar Azizbek va Marjona bugun oila qurishadi. Kelinglar, agar muborak kunlaringiz bo'sh bo'lsa, chiroyli bir qarsaklar bilan yoshlarni bugungi misol oqshomlari bilan tabrik muborakbod etsak, qarsaklar ko'rsinizlar. Bravo, bu qarsaklar, bu olqishlar, to'ylar muborak bo'lsin. Tabrik sifatida taqdim etildi. Men sizga tilayman, muhabbat va baxt Alloh o'z nuridan ato etsin. Hamrohingiz bo'lsin, kulgu, tabassum, yorqin hayotingizga shudir bir so'zim. Biringizga kuyovlik maqomi muborak bo'lsin. Biringizga esa kelinlik maqomi muborak bo'lsin. Sevib hamma havas qiladigan go'zal bir oilaning sohibasi bo'linglar deymiz. Yana bir bora baxtlaringizga ko'zlar tegmas. Azizlar, oqshom xayrli bo'lsin. Yetib kelgan qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. To'yimizni sohibalarga boshlangan to'ylar muborak bo'lsin. Xudo andachilik rishtalari ilohim abadiy bo'lsin deymiz. Sizlarning ham xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar, shodiyonalar bo'lsin deymiz azizlar. Bugun mezbonona haroratni Madnabek tantanalar saroyi taqdim etmoqda. Qolaversa, universal oshpazlarimiz tomonidan tayyorlangan noz-u ne'matlarni chaqqon ofitsiant yigitlar taqdim aylashmoqlikni boshladilar. Oqshom davomida siz azizlarga yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat onlarini sog'inib qolamiz. Yoshlarni muhabbat qissalarini Royal Cinema tasvir ustalari suratga olib bormoqdalar va tarix zarvaraqlarga muhrlab bormoqdalar. Yorqin voqea hodisalarni kecha davomida yaratishga biz ham o'z qissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Bayramona kayfiyat hech biringizni hech qachon tark etmasin. Azizlar, kelinglar, endilikda tantanamizning badiiy qismiga e'tiborlaringizni qaratar ekanmiz. Bir guruh iqtidorli xonanda va sozandalardan tashkil topgan ijodiy jamoa juda ham yaxshi bilasiz, turli mavzularda, keng janrlarda o'z ijod namunalarini so'zga taqdim etib kelayotgan xonanda, serqirra ijodkor, sohir nafas xonanda, oltin ovoz sohibi, ustoz san'atkor Sanjar Abduvohidov bilan bejizga yetishmay, yaxshi davom, ming ta'mga davom. Barchamizga to'ylar muborak bo'lsin. Chamanda güzellikning barchasi senda bo'lsaydi iqtidor manda suratingni chizgan bo'lardim yana qayta kelsam dunyoga
kechar savdoga yana borim kam bo'lar huzuringda aylasang mehmon etardim ishqim namoyon mazza qilib orom jon bog'laringda kezgan bo'lardim yoding bilan yashayman hamon ishon seni sevaman yomon ko'nglimdagi umidsan shunon sen bo'lmasang nima qilardim yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim oramizda kechar savdoga yana borim tugar bo'lardim yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim oramizda kechar savdoga yana borim tugar bo'lardim senda qasiyor olamda Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar aziz otaxonlar, onajonlar, xush kelibsizlar deymiz. Opa singillar, xush kelibsizlar. Fursatdan foydalanib bugungi yaxshi kun, bugungi to'y bilan har ikkala tomonlarni tabriklaymiz. Bugun yoshlar baxtli, saodatli bo'lsinlar. Ko'ngildagi yaxshi niyatlarga Allohimiz yetkazsin. To'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar deymiz. Yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlar tilaymiz. Bugungi qo'shiqlarimiz barchasi sizlar uchun bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmat qilib beramiz nasib bo'lsa. Mana shunaqa yaxshi kunlarda hamma vaqt diydorlashish qilbimizga nasib qilsin. To'ylar muborak bo'lsin. Ulgur agar onang bo'lsa ko'nglini olishga, ulgur agar otang bo'lsa ko'nglini topishga, ulgur o'zing uchun bir bor yashashga, ulgur degan bir qo'shiqlar boshlaymiz. boshimdan oshgan ishim deysan to'rt tomonimda tashvishim deysan endi o'zim uchun yashay desam-ku vaqting yetmay qolsa nima qilasan sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan nechasi tun yotib tongni ko'rmagan bu dunyo hech kimga vafo qilmagan yuraging to'xtab qolsa nima qilasan onang bo'lsa ko'nglini olishga onang bo'lsa duosin olishga o'zing uchun bir on yashashga
Sen olsan yomon kunda kelib yonga birgasan qarayib quchoqshonga so'rasang haqqing bor hatto jonga yaxshiyam sen olsan Mana dam borku, mana dam o'tirib, mana. Yeah. To'ylar bo'lsin. Azizlikni do'stlar, qiyomat do'stlik bo'lsin. Tamom. Yana yangi qo'shig'imiz bor. Onajonim uchun. Onalarga faxr muborak degan bir yaxshi qo'shig'imiz bor. Onajonlarimiz sog'lom bo'lsinlar. Onajonlarimiz uchun. Firuza Jayson. Mana, это дорого, ничего не добьем. Даже можно их
Abi kadro içeride mi girdi? Zırda kadri zırda iyi. Sigaret çok eten migreyim.
Zaxron kiramiz, Zaxron. Bu oqshom dilagi tilaklar go'zal, duoga ochilgan bilaklar go'zal. Sizga bag'ishlanib Sanjar Abduvohidovning qo'shiqlari sevgan va sevilgan yuraklar go'zal deb aytsak, agar muborak qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, oqshom mezbon ijodkorlarga shaxsan Sanjar Abduvohidovga chiroyli bir qarsaklarni taqdim etsak. Rahmat, bor bo'linglar, yana bir bora barchamizga to'ylar qutlug' bo'lsin azizlar. Kelinglar, endilikda Azizbekni va Marjonaxonni visol oqshomlarini ilk tabriklar ila boshlab olsak, biz yodg'oramiz Azizbekni ustozlari Qodira Rahmatovni davramiz kamolga chorlaymiz. Ustoz, keling yaqinroq, chiroyli bir tabrik istaklarni sizdan guvoh bo'lamiz. Oqshom xayrli bo'lsin, ustozimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Keling yaqinroq, marhamat. Yana bir bor barchamizga to'ylar qutlug' bo'lsin, yetib kelgan qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Qodira Rahmatovna, marhamat, yaqinroq chorlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Bugun mana bu shunaqangi bir yaxshi nimada o'tiribmiz. Biz Azizjon ustozlarimiz. Marhamat, keling qizlar. Menda nafaqat Nadir Rahmatni, balki Azizjonni bir guruh ustozlari. Mana shu bolani oq yuvib, oq tarab mustaqil hayotga qo'yib tushgan yigit bo'lishiga mana shu ayollar sababchi asosan. Samarqandda men bo'lsam, Toshkentda bilan bo'lgan. Voy, hozir mudofaaga sizlar qadar. Assalomu alaykum hammaga. Aziz, to'ylaring qutlu bo'lsin. Tabriklayman. Avvalambor baxtli bo'linglar. Senga ishonaman. Shu oilani Xudo xolasa gullatib, mana shu kelinni ham baxtli bo'lishiga ishonamiz hammamiz ham. Mana hammasi ustozlarga hammasi qo'shilishar ekan. Katta rahmat. Umidaxon Toshkentda eng tanilgan Mehribonlik o'yini rahbari bo'lganlar. Hozirgi vaqtda Suriyaga eng nufuzli joyda ishlab kelyaptilar. Mana o'zlari jamoasi bilan Alijonni xursand qilish uchun aytib Toshkentga kelyaptilar. Xush kelibsizlar Samarqandimizga. Gapiradi. Lekin Mardamonga olib kelishga sal oldinroq berdinglar. Biz tabrikimiz Mardamonga hozir tashrif buyuradi. Hozir barobar bizga so'z berib qo'ydinglar. Tabrikimiz Marzon barobar davom ettiradi. Rahmat. Bravo. Ofarin. Ustozlarga chiroyli bir qarsaklar bo'lsin azizlar. Qarsaklar bu albatta to'yimizda fayzi. Bugun sizning go'zal tabassumingiz, chiroyli raqslaringiz, kolleksiya yaxshi kayfiyatingiz yoshlarimizga, to'yimizning sohibi va sohibalariga unutilmas sovg'a bo'ladisak hech ham xato va mubolag'a bo'lmaydi. Hayotning ziynati sevib sevilish, insonga atodan azaliy meros. Bu dunyodan hech kim o'tmasin yolg'iz. Tanholik hamisha yaratganga xos. Tilagim shu, Xudo qo'llasin, yaxshi niyat duo qo'llasin. Hasad o'lsin, havas o'lmasin. Hurmatli kelin va kuyov visol oqshomingiz muborak bo'lsin deymiz. Yana bir bora to'ylaringiz muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Baxtli hayotda baxtiyorning nashidasini so'ringlar deymiz. Yana bir bora oqshom xayrli bo'lsin azizlar. Madnabek restoran tomonidan birinchi issiq ovqatimiz dasturxonimizga tortildi. Oqshomda siz azizlarga yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat onlarni sog'inib qolamiz. To'ylar barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Bir kuni yetib haqqa oqingiz, chinakkan baxt hissin to'yingiz, gullab yashnab umr bog'ingiz, chaqaloqqa to'lsin o'yingiz. Jannatlardan kelgan beozor mittivoyni to'yib suyingiz, farishtadek oppoq beg'ubor, chaqaloqqa to'lsin o'yingiz. Yana bir bora to'ylar qutlug' bo'lsin hurmatli kelin va kuyovlarga. Bugun ular
sevgi asosida hayot yo'llari birlashyapti. Mana shu yo'lni yoritish uchun birlari oy bo'lsinlar, birlari quyosh bo'lsinlar. Yorqin hayotlari sevgi va muhabbatga ma'lum bo'lsin deymiz. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Sizlarning ham xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar, shodiyonalar bo'lsin deymiz. Kelinglar, biz mana shu yerda o'tirgan onajonlarimiz borlar, hoji otalarimiz borlar, yoshlar, ulug' qadamlari qutlug' aziz onajonlarimizdan chiroyli bir tabrik istaklarni guvohi bo'lsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Marhamat, agar kuyov to'ramizni, kelib boshlarimizni buvijonlari davramizda bo'lsalar, marhamat kelinglar yaqinroq. Chiroyli bir tabrik istaklarni guvohi bo'lamiz. Yana bir bor ustozlarga to'ylar muborak bo'lsin, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Oqshom ustozlarga xayrli bo'lsin. Bejiz aytishmaydi ustoz, otangdek ulug' deydi. Yana bir bor to'ylar barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Keling ustoz, navbatni O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti bizlarning ustozimiz, agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, chiroyli bir qarsaklar bilan o'qishni qarshi olsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Marhamat, O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Mardon Mavlonov. Mardon Mavlonov bizni bolalar qayda to'y qilsa, qayerda o'shandan qat'iy nazar ishi yetib kelganlar. Hozir ham uzoq safardan yetib keldilar. Bu albatta mana shu bizni bolalarga bo'lgan va bizga bo'lgan hurmatlari. Rahmat, Buxorodan yetib keldilar. Rahmat Mardon aka, ijodga barkamol. Rahmat Mardon opajon. Avvalo hammalaringizga assalomu alaykum. To'y egalariga muborak bo'lsin. Azizjon, qo'shganlaringiz bilan qo'sha qalinglar, yoringiz bilan loy quvali bo'linglar deymiz. Nimaiki yaxshiliklar bo'lsa ijobat bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan barcha otaxonlarimiz, opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni Xudo boshlari to'ydan chiqmasin deymiz. San'atkor 7 yoshidan 70 yoshigacha faqat to'y bo'lsin, yaxshi niyatda yuramiz. Xohlardimki bugungi ikkala yoshimiz baxtli bo'lsinlar deganlar, qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, bitta gulroz qarsak bo'lsin. Yo, bu qarsak emas. Qattiqroq qarsak bo'lsin. To'y bo'lish kerak. To'g'rimi, opajon? Marhamat. Bugun sabribeni to'y bo'lsa-ku, men ikkala agar bas tushasizlarmi bor? Historia, Anjon, qarsaklar! Har qarsaklaringiz! Yoshga شوقی سفر نداشتیم
O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Ma'lum Fijvala tansaklar bo'lsin azizlar. Rahmat deymiz bor ustoz, yana bir bora tashakkur izhor etamiz. Alloh rizosiga bugun ikki qalb muhabbat qasrli paxta bunyod Laylining majnuni bo'lgan misol latofatli shirin yoridir farhod. Misol oqshomingiz bo'lsin muborak, sizgadir eng ulug' samimiy tilak. Yor sadolari yenglasin baland, to'ylar muborakdir. To'ylar muborak. Yana bir bora hurmatli kelinlarga to'ylar muborak bo'lsin. Solih soliha farzandlarni ota-onasi bo'lsinlar deymiz. Oqshom xayrli bo'lsin azizlar, kelinglar. Endilikda biz mana bu yerda ko'rib turibmiz, yoshlar ulug' aziz insonlarimiz borlar, onajonlarimiz borlar. Onajonlar kelinglar, buvijonlar kelinglar. Hoji onajonlarimiz borlar davramizda. Chiroyli bir tilaklarni ulardan guvoh bo'laylik. Oqshom xayrli bo'lsin buvijonlarimizga, hoji onalarimizga. Biz albatta hoji onalarimizni duolariga mushtoqmiz. O'tar qancha yillar to'zoni yulduzlar, ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qani borimizlar, kelinglar yaqinroq. Hoji onalarimiz kelinglar yaqinroq davramiz kamolga. Yana bir bora to'y boshlagan aziz insonimiz marhabo onajonimizga to'ylar qutlug' bo'lsin. Qolaversa Erkin otajonimizga, Saodat onajonimizga to'ylar muborak bo'lsin. Bunda andachilik rishtalari ilohim abadiy bo'lsin deymizda. Biz istardik agar malol kelmasa hoji onalarimizni davramiz kamolga chorlaymiz. So'ngra chiroyli bir qo'shiqlar ila fayzli oqshomimizda davom ettiramiz. Marhumona borlar, to'g'rimi? Hoji onalarimiz borlar davramizda. Bir chaqirib, ularning duolarini olaylik. Nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Kimyo onajonimiz, opajonimiz borlar. Kelinglar yaqinroq. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin, oqshom xayrli bo'lsin. Mana shunday eng chiroyli bir daqiqalarni Royal Cinema tasvir ustalari suratga olib bormoqdalar va tabiiy zarvaraqlarga muhrlab bormoqdalar. Keling ona, bugungi fayzli oqshomimizga chiroyli dil izhorlar yarashadi. Ona bir zamon aytgandek, ulug' payg'ambar olam shodliklarini sizga keltiradi. Jannat poyingizdan boshlansa agar izlaringiz katta kipriklatadi. Rahmat onajonim hammasi uchun. Yo'l ko'rsatgan porloq yulduzim mening. Men qachon aytaman, aytmasam bugun. Ona, siz borsiz jaranglar deb so'zim mening. Boshim qo'yay bugun xok poyingizga, mehr daryo to'la soyingizga. Mehribonim, g'amxo'rim, jonajonim, boringizga shukur ona, boringizga. Nega bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonli, yorug' yuzli himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukur ona, boringizga. Hoji onalarimiz baxtimizga doim bor bo'lsinlar deymiz. Samimiy tilaklardan Kimyo onajonimizdan guvoh bo'lamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Vaqt kunlardan, vaqtida yaxshi kunlarda kelgan bo'lsam, qadimingizlar bilishgan bilaman bu qismda bu darajaga yetkazgan mana qo'llar hammasi hammasi Xudoga darajasi joniga burashib qo'llarni faqat rahmatlarni ko'rib bering. Az jonim yerim, bolakam, baxtli bo'linglar Xudoyim.
Kısa pazar, ileride yüreği layık olacağını ülkeler, bu seferinde onlar yıkılmasın. Başlarına sağ olsun, her daim. Zaten şirin olsun. İtalya'ya gitkenler var, gitmeyenler var. Şu ülkelere katlaştırıyor. Üçüncüler, hamılar yıkılmışlar. Fakat şimdi yaşlılar bir şirin. Bravo. Kimyo hocajonamni gaplariga qo'shilaman deganda chiroyli bir qarsaklarni taqdim etayliklar. Bravo, rahmat. Tashakkur deymiz. Endilikda albatta oqshomda mezbon ijodkori Sanjar Abduvohidov tomonidan chiroyli bir onalarni madh etuvchi taronalar jarang sochadi. Ona davrona kelish bo'lmasin, hozir davraga chorlaymiz. Onajonlarimizni olib chiroyli bir raqslarni taqdim etasiz. Marhamat, sizlar uchun oqshom mezbon ijodkorlari Sanjar Abduvohidov kuylaydi. aylanib atirga
Salom.